Xo'p. Demak, mana qo'yimiz. Taxmin ukam yem ko'p berib qo'yganga o'xshaydi. Men o'zim taxminim. O'shanga kavush qaytartiryapman majbur. Bo'g'oz qo'y. Kavush qaytarmaganiga menimcha ko'p yem yeb qo'ygan deb taxmin qilyapman. Hozir endi shu pichib bitta tursinchi. Lekin ishini o'tkazish uchun ham ba'zi bir narsalar qilamiz endi. Qaranglar, shuni bukib qo'ygan deb taxmin qilyapman endi. Itimga komanda beryapman. Qimirladi, yurg'izish kerak. O'zim yurg'iza olmayapman, yurmayapti. Juda og'ir kavalar bo'lib qoldi, mana shunday. Qattiq tishlamaydi. Давай, Linda. Ey, ke baqa. Ke. Давай, Linda. Давай. Ey, asta. Mana shunday. Bu tomonga. Ey. Давай. Ey, asta, Linda. Anaki. Ketdi. Daqof keladi endi. Linda. Umuman yurmaydigan qo'y. Dingillab qolyapti. Qaranglar. Давай. Qani? Давай, Linda. Xo'p, mana o'sha bukib qolgan qo'yimizni, bo'g'oz qo'yimizni 10 kun, 15 kun qolgan tug'ishiga shuni xullas davolab oldik, Xudoga shukr. Mana hozir bemalol o'zi yemish yeb, bemalol kavush qaytarib yotibdi. Endi buni nima qildik? Ko'rsataman. Chimiritsami degan nima bor. O'shandan berdim. Zo'r ichini o'tkazar ekan, polni surib tashlar ekan ichini. Hozir ko'rsataman mana. Mana o'sha nastoyka chimiritsi degan xullas suyuqlik. Mana shunaqa yoziladi. Endi to'g'ri bundan ham yaxshilari bordir, lekin menga shuni tavsiya qilishgandi, yaxshi deb. Shuni olib qo'ygandim, ancha oldim. 1 yil bo'ldi buni olganimga, to'g'risi. Hech foydalanganim yo'q edim. Qo'ylarim bunaqa bundan foydalanishgacha boradigan bukmagandi. Lekin mana bu bukib qoldi. Normalni bukkanda ham. Shu bilan mana xullas mana shuni ichirdim. Ya'ni buni ikkiga bo'lib ichirdim. Kechqurun ichirdim yarmini. Mana shu yarmi gacha to'laydi-da bu, mana shu gacha. Lekin qolgan mana shu gachani ertalab ichirdim-da, ishga ketdim. Xo'sh, kesam, kechqurun ishdan yaxshigina ichini surib tashlagan. Polni hech nima qolmagan. İçini surib hech nima qolmagandi. Keyin undan keyin ham 1-2 kun yem bermadim. Mana hozir bugun 3-kun bemalol yemishlarni yeb, yem ham berdik. Bugun ertalab yedi. Yaxshi, Xudoga shukr. Demak, shuni olib qo'yishlaring maslahat beraman. Nastoyka chimiritsi degan, nastoyka chimiritsi. Shunaqa ekan, yaxshi ekan. Tavsiya qilaman.